Aziz san'at shaydolari, mana bugun 22 oktyabrda biz Moskva shahrida ajoyib tadbirkor tojikistonlik Bahodir akani Barakat restoranida o'tiribmiz. Bu yig'ilishimiz sababi mana Novosibirskdan, Surgutdan, ko'p joylardan do'stlarimiz kelishyapti. Bu yig'ilishimiz sababi Markaziy Osiyoning yorqin estrada yulduzi, Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artistka Samaraxonim Karimovani ertaga 23 oktyabr kuni Kremllar saroyida bo'ladigan yakkaxon konsertlari, soat 6 da bo'ladigan yakkaxon konsertlarini oldidan yig'ilib turibmiz va barcha do'stlarimizni, qirg'izistonliklarimizni, o'zbekistonlik, tojikistonliklarni mana shu Samaraxon Karimovani yakkaxon konsertiga bu birinchi marotaba bo'lyapti. Taklif qilib qolamiz, chunki bu yakkaxon konsert juda ham o'zgacha bo'ladi. Bu yakkaxon konsertda Markaziy Osiyo qo'shiqlari, o'zbekcha, qirg'izcha, qozoqcha, tojikcha, turkmancha qo'shiqlardan tashqari Yevropa qo'shiqlari, Yevropa estrada yulduzlari bilan birgalikda Italiyadan mashhur, dunyoga mashhur estrada yulduzi Ingrid kelganlar va ular bilan duetlar aytadilar va Ingridning ham alohida chiqishlari bo'ladi. Xullas, bu san'at bayrami o'zgacha bo'ladi. Bu san'at bayrami do'stlik bayrami bo'ladi. Barchangizni mana shu do'stlik bayramida kutib qolamiz. Ertaga 23 oktyabr soat 18:00 da Kremlyovskiy dvorsda bo'ladi. Xush kelibsizlar.